Assalomu alaykum. Labo ishqibozlari, Boqish Avtotuning obunachilari. Mana ishlarimiz ham boshlab oldi. Xudo xolisi 2014, yana 2014, 10, 2022, 10 ayda ham yana bir 2015imiz bor, akalarim. İşlerimiz mana davom etyapti. Mana 2014-laboyimiz butun. Oldilari pechat holatda ekan. Labo qilib berishga olib qoldi, akalarim. Anaqa zapchastlar ham bor. Kim kerak bo'lsa so'ra, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasi mana bugun chopamiz bu mashinamizni. Kesib labo qilib beramiz, akalarim. Yangi mashina olib qo'yganmiz. Xudo xolasi mana ishlarimiz davom etyapti. Akalarim, 2014 bu ham. 2010-yil ustalarimiz ramalarni yasashdi. Ramalarni yozmaslik bir qator ko'rsataman. Xudo xolasi mana akalarim 8 ga 4 7 qator tushadi. Qalin 1.8 1.9 tengada qo'yiladi, akalarim. 8 ga 6 miz mana 200 tengada qo'yamiz. Chempion. Mana fartularimiz ham o'sha trenddagi fartular. Boqish tuning. Lazerdan chiqqan. Poliester jarayoni bo'lyapti, akalarim. Materiallarimiz bor, 4 komplektga chiqqan. Xohlisi 2010. Mana akalarim. Materiallarimiz 1.8 lik hammasi, akalarim. 1.8 lik. Profillar 4-5 komplektga bor, xudo xolisi. Bu xudo xolisi 2022-yil labo bo'ladi. Ozgina tomonlarda tepib bo'lgan, oldilari pechat holatda 22 qarag'imay yurgan mashinamiz kanalda ham bor. Mana akalarim, oldi zigzaglari, mordalari zo'r holatda. Mana stokesda ozgina zipisi bor bu. O'g'anaganda bako tegadi. Ustakilarimiz yaxshi bilishadi. Ikkita eshiklar radno zo'r holatda turibdi. Taglari ham zo'r. Mana akalarim, qarag'imay yurgan xolos bu mashinamiz. Labo qilib beramiz. Bu o'zimizga qarashli mashina, klientniki emas, o'zimizning shaxsiy mashinamiz. Bu ham o'zimizniki. 2-3 ta klientniki. Xudo xolisi 2 ta mashinamiz bor, yerda keladi. Andijonda ko'rsarkan. Andijondan keladi, xudo xolisi. Akalarim, sizlar xudo xolisi bugun ramsalish jarayonlari, amalarni nasıl küstü boraman, akalarim. Sog' bo'linglar. Kanalga bitta videoga like bosib, do'stlaringizga jo'natib beringlar. Komment savollar bo'yicha kommentariyangizda qoldiring, akalarim. Sog' bo'lasizlar.